Hammaga assalomu alaykum. Beginner kursimizga xush kelibsizlar. Gapni cho'zmasdan to'g'ridan-to'g'ri muddaoga o'taman. Darslarimizni boshlashdan oldin qisqacha kurs qanaqa tuzilganligi, qaysi tartibda o'rganishligimiz va qanaqa materiallardan foydalanishimiz haqida qisqacha ma'lumot berib ketmoqchiman. Ingliz tilini ushbu ekraningizda turgan Straightforward kitobidan o'rganamiz. Straightforward o'zbek tiliga tarjima qilinadigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri, sodda va oddiy degan ma'nolarni anglatadi va aynan shu oddiy, sodda yo'l bilan sizlarga ingliz tilini o'rgatishga harakat qilaman. Kitobimiz chiqqan yili ozgina eski bo'lishiga qaramasdan, undagi mavzular haligacha aktual. Hozirgi kunda ishlatiladigan, hozirgi kunga to'g'ri keladigan tarzda berilgan. Shuning uchun ham ushbu kitobni tanlashga qaror qildim. O'zim 10 yildan beri ushbu kitob orqali o'quvchilarimga ingliz tilidan dars berib kelaman. Bu kitobda yana bitta plyus tarafi, ingliz tilini har bitta muhim nuqtalariga e'tibor qaratiladi. Ya'ni grammatika, vocabulary, ya'ni so'z boyligi, listening, reading, writing, speaking, functional language. Ushbu bo'limlarga ajratib o'rgatiladi. Bu narsa ertaga sizlar tilni o'rganganinglardan keyin, o'sha yuqori darajaga chiqib tilni o'rganib bo'lganinglardan keyin IELTSga o'tmoqchi bo'lsanglar, ancha samarali bo'ladi. Chunki IELTSda kerak bo'ladigan bir qancha ko'nikmalarni allaqachon General English, umumiy ingliz tili kursinglarda o'rganib bo'lgan bo'lasizlar. Kitob haqida yana qo'shimcha aytadigan bo'lsam, kitobimiz 12 ta unitdan iborat. 12 ta unit bo'ladi va har bitta unitimizni 3 tadan darsga ajratib chiqiladi. A, B va C ko'rinishda darslarimiz bo'ladi. Bu yerda biza har xil mavzularni, har xil grammatik qoidalarni va har xil so'z boyliklarini o'rganamiz va D qismi bo'ladi har bitta unitning oxirida. Bu review. Ya'ni bu yerda biz takrorlash qilamiz. O'rgangan narsalarimizni qayta ko'rib chiqamiz va keyingi unitga o'tishga tayyorgarlik ko'ramiz. Ushbu materiallarning hammasi Telegram kanalida bo'ladi. Bemalol o'sha yerdan topishingiz mumkin va yaxshi variant kitob tariqasida chiqastirib olish. O'sha maxsus joylarda переплет qildirib, kitob qildirib olsanglar bo'ladi. Bu narsa ancha удобный bo'ladi. Yo'q, menga shart emas deydigan bo'lsanglar, elektron variantdan foydalanishingiz mumkin. Xo'p, so without further ado, ya'ni ko'p kuttirmasdan darslarimizni boshlashga o'tamiz. Bizda birinchi darsimiz hello, goodbye. Ya'ni salom va xayr degan ma'noni anglatadi va bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizga mana bu A qilib berilyapti va birinchi qarashimizga kerak bo'lgan narsa bu functional language bo'ladi. Functional language nima? Functional language o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, amaliy til degan ma'noni anglatadi va bu yerda biza tilni praktikada ishlatishni o'rganamiz. Ya'ni har xil vaziyatlarda tildan qanday foydalanish kerak? Mehmonxonada qanaqa iboralardan foydalaniladi? Bozor qilayotganda biror bir narsani narxini so'rash uchun nima deyilishi kerak? Unga javoban nima beriladi? Shu kabi maxsus iboralarni biz functional language qismida o'rganamiz va bu sizlarni praktika yo'li uchun juda ham foydali hisoblanadigan qism hisoblanadi. Birinchi darsimiz greetings asosida, ya'ni salomlashuv asosida bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Hozir shuna bitta narsani tekshirib oling. Bo'ldi, все. Functional language, amaliy til. Greetings bo'yicha olib ketar ekanmiz. Greetings nima degani? Greetings bu o'zbek tiliga tarjima qiladigan bo'lsak, salomlashuv degan ma'noni anglatadi. Salomlashuv bo'yicha birinchi bo'lib o'sha eng oson so'zlardan boshlaymiz. Hello va hi so'zlari. Bu ikkala so'zimiz bizga salom degan ma'noni anglatadi. Hello va hi. Demak, bu ikkalasi o'zbekchada salom degan. Xo'p, ba'zilaringlar ingliz tilini allaqachon o'rgangan yoki bo'lsam qanchadir darajada tanish bo'lishingiz mumkin. Lekin bu baribir beginner kursi bo'lganligi uchun noldan boshlab o'rganamiz. Meni nazarimda hozir beginner o'quvchisi ingliz tilidan umuman xabari yo'q bo'lgan o'quvchi. O'shaning uchun ba'zi tushuntirilayotgan narsalar, ayniqsa boshida kursimizni sizlar uchun osondek, sizlar biladigandek tuyuladigan bo'lsa, unga past nazar bilan qarab, yoki bo'lsam e'tiborsiz qoldirib ketmanglar. Chunki baribir orada qanaqadir yangi narsa bo'lishi mumkin. Qunt bilan yaxshilab qarab o'rganadigan bo'lsanglar, xudo xolisa natijasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, hello, hi. Ko'pchiligimiz bilamiz, bu salom degan. Va mana shu joyda bitta muhim narsaga e'tibor qaratib ketamiz. Ingliz tili yozilishi va talaffuzi bir-biridan farq qiladigan til hisoblanadi. Masalan, e'tibor berishingiz mumkin, h va I hi ko'rinishida yozilyapti, lekin talaffuzda hi bo'lishi kerak bo'ladi.
Mana shu narsani zametkaga olib qo'yinglar va biza o'sha so'zlarni, yangi so'zlarni o'rganayotganimizda ko'pincha inglizcha varianti, to'rtburchak qovus ichida, transkripsiya ichida talaffuzi va tarjimasini hammasini ko'rib ketamiz. Demak, salomlashishda ishlatadigan so'zlarimiz bular hello va hi so'zlari ekan va salom degan ma'noni anglatar ekan. Davom etamiz. Keyingi so'zlarimiz goodbye. Talaffuzi goodbye bo'ladi. Yoki bo'lmasam bye. Shunchaki qisqaroq ko'rinishda. Shu so'zlar orqali biza hire degan ma'noni ifodalaymiz. Goodbye yoki bo'lmasam bye. Bu ikkovi hire degani. Kitobimizga qaytamiz. Mana bu yerda ham xuddi shu narsa berilgan. Hozir listening qilamiz, ya'ni eshitib mashq bajarishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda e'tibor bersanglar, listening qismi bor. Aynan shu qismiga o'tamiz. Birinchi mashq. Shartini o'qiymiz. Listen to the conversations and point to the correct photo. Ya'ni suhbatlarni eshiting va to'g'ri rasmlarga ko'rsating deyapti. Hozir sizlarga 4 ta suhbat qo'yib beraman. Har bitta suhbatni qaysi rasmga mos kelayotganligini topishinglar kerak bo'ladi. Bu narsani birgalikda qilamiz. Men har bitta conversation, ya'ni suhbat tugagandan keyin qisqa pauza qilaman, чтобы o'zingizlar javobinglarni aytishinglar uchun. Keyin men o'zim mana bu yerda sizlarga qaysi javob to'g'ri ekanligini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatib ketaman. Xuddi sizlardek birgalikda bajarib o'tgandek ketamiz. Demak, boshlaymiz. Eshitamiz. Birinchisi. Track 2. 1. Hello. Hi, What's your name? my name's Jack. 2. Xo'p, ikkinchisiga o'tishimizdan oldin ushbu suhbat qaysi rasmga to'g'ri keladi deb o'ylaysizlar? A mi? B mi? C mi yoki D mi? To'g'ri javob D bo'lishi kerak. Men bu yerga 1 yozib qo'yaman. Nega? Chunki bizning suhbatimizda ikkita erkak kishi o'rtasidagi suhbat bo'ldi va qanaqadir backgroundda, ya'ni fonda shamollarning ovozi eshitildi. Bu o'sha cho'l ambience deymiz, atmosferasiga to'g'ri keladi va ikkita kishi mana bu yerda ko'rishimiz mumkin salomlashib turibdi. Demak, birinchi eshitgan suhbatimiz aynan shu D rasmga to'g'ri keladi. Endi qolgan 3 tasini eshitasizlar. Orada pauza qilmayman. Oxirida belgilab ko'rsatib beraman. Qanchalik to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini o'zingizlar tekshirib olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchisidan davom etamiz. Goodbye. Goodbye. 3. Hi. Hello. I'm Orion. What's your name? My name's Emily. 4. What's your name? Willie. Goodbye, Willie. Shu bilan listeningimiz tugadi va ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi suhbatimiz, ya'ni mana tekstda berib qo'yilgan ikkita odam o'rtasidagi xayrlashuv bo'ldi. Mana o'sha poyezd yo'lda erkak kishi va ayol kishi o'zaro xayrlashayotganiga to'g'ri keladi. Uchinchi suhbatimiz A rasmiga to'g'ri keladi. Chunki bu yerda biza robot va bitta olima qiz o'rtasidagi suhbatni eshitdik. Mana bu yerda tekstda berilgan. Hi, hello. Mana bu robot gapirayotganda o'sha robotga o'xshab robot tonida gapirdi. E'tibor beringlar, birgalikda o'qiymiz. I'm Orion. What's your name? Ko'rinishida ismini so'radi. My name's Emily deb javob berildi. Uchinchi rasmimiz bunga to'g'ri keladi. To'rtinchi, oxirgi rasmimiz o'z-o'zidan B rasmga to'g'ri keladi. Yerda biz o'sha yosh bola va katta kishi o'rtasidagi suhbatni eshitdik va ot ovozi ham backgroundda fonda berib qo'yilgan edi. Demak, shu bilan listeningimiz tugadi. Davom etamiz. Kitobimizning ikkinchi qismida ba'zi narsalar qolib ketibdi. Xo'p, ikkinchi qismida hali ham birinchi unit A darsdamiz. Yana functional language ga o'tdi. Bu yerda asking and saying names, ya'ni ismlarni so'rash va aytish haqida o'rganishimiz kerak. Doskamizga o'tamiz. Xo'p, names, ismlar. Ozgina alohida ajratib olaman. Names, ismlar. Xo'p, yozib qo'yaman. Bizda quyidagi 3 ta so'z bor. Birinchisi name, keyingisi first name, keyingisi last name.
bularni talaffuzi haqida qaraydigan bo'lsak. First name va keyingi so'zimiz last name ko'rinishida o'qiladi. Xo'p, first name bu xuddi name singari ism degan ma'noni anglatadi. Last name esa familiya degan ma'noni anglatadi. Sizlar maktabda yoki bo'lmasam boshqa joyda surname haqida ham eshitgan, o'rgangan bo'lishinglar mumkin. U so'z shunchaki bu uchun sinonim, ya'ni surname so'zi ham bizda familiya ma'nosini anglatishi mumkin. Farqi yo'q, qaysi birisini ishlatishinglar. Endi kitobimizda ko'proq last name ishlatilganligi uchun sizlarga last name ni misolda tushuntirib beraman. Xo'p, birovning ismini so'rash ko'pchiligimiz bilamiz. What is your name ko'rinishida bo'ladi. What is your name? Mana talaffuzi ham berilgan. Tarjimasi sizning ismingiz nima degani? What is your name? Javob berayotganimizda ikki xil yo'l bilan javob berishimiz mumkin. Birinchi variant bizda my name is deyish. My name is, ya'ni tarjimasi mening ismim degani. My name is bu yoqqa yozib qo'yaman, masalan Salim. Mening ismim Salim degan ma'noni beradi. Yoki bo'lmasam ikkinchi variantda I am deb javob qaytarishimiz mumkin. I am Salim desam bo'ladi. Bu tarjimasi men palonchiman degani, ya'ni I am Salim deydigan bo'lsam men Salimman deyotgan ma'noni beradi bizga. Xullas, shu yo'l bilan ismimizni so'rashimiz va aytishimiz mumkin bo'ladi. Davom etamiz. Qisqacha mayli praktika uchun what is your name kommentariyada yozib ketinglar yoki bo'lmasam o'zinglar uchun praktikaga I am deb turib isminglarni yoki my name is deb turib isminglarni aytib ketinglar. To'g'ridan to'g'ri ikkinchi qismiga o'tamiz. Agar offline dars bo'lganda odatda men o'quvchilarim bilan mana shunaqa dialoglar uyushtiraman salomlashish bo'yicha. Endi onlayn bo'lgandan keyin tez-tez keyingi qismiga o'tib ketaveramiz. O'zingiz bilan praktika qilishingiz mumkin bemalol. Xo'p, grammatika. Grammatikada bizda to be kelyapti. To be ni kelganda ham birinchi qismi kelyapti. Agar siz oldin kursga borgan bo'lsangiz, bilasiz, birinchi bo'lib o'rganiladigan narsa bu to be bo'ladi. Biz ham aynan shu to be ni ko'rib chiqamiz. Xo'p. Bir daqiqa. Ozgina ortiqcha narsalarimiz bor, shularni pastga tushirib olaman. Keyin bemalol doskada joy bo'shatib o'rganib chiqamiz. Xo'p. Grammatika mavzuyimiz to be. To be o'zbek tiliga tarjima qilinganda bo'lmoq degan ma'noni anglatadi. To'g'ridan to'g'ri tarjimasi to be ni bo'lmoq va u stative verb hisoblanadi. Stative verb nima degani? Stative verb bu holat fe'li degani. Bu nimani anglatadi? Qanaqa ko'rinishga ega bo'ladi? Buni hozir dars davomida qisqacha o'rganamiz. Birinchi bo'lib bilishinglar kerak bo'lgan narsa, balki sizlar allaqachon biladigan narsa, bu to be gapda 3 xil ko'rinishda kelishi mumkin va bular birinchisi am, kelinglar mana shu raqam qo'yamiz. Ba'zida am, ba'zida is, ba'zida are ko'rinishda keladi. Va siz o'sha mavzuni eslagan bo'lishingiz mumkin maktabda yoki bo'lmasam oldingi kurslaringizda o'rgangan bo'lib, bilishingiz mumkin qachon am, qachon is, qachon are ishlatilishi. Lekin bugungi darsimizda qachon am, qachon is, qachon are ishlatilishi haqida emas. Bugungi darsimizda uni mag'zini tushunishda. Ko'pchilik holatlarda o'quvchilar orasida men kuzatadigan muammo bor. Ko'pchilik esa qoidalarni bilishadi. Masalan, I bilan am keladi, he bilan is keladi va hokazo ko'rinishida qoidalarni ishlatilishini bilishadi. Lekin eng asosiy bo'lgan nima uchun ishlatiladi, nimaga ishlatiladi degan savolga javob berisha olmaydi. Va bu juda ham kulgili va ayanchli holat. Chunki misol keltiraman. Deyarli hammamizning telefonlarimiz bor. Telefon nima uchun ishlatilishini, telefonning maqsadini men bilaman. Bundan men o'sha aloqa o'rnatish uchun, internetdan foydalanish uchun yoki bo'lmasam har xil kino, videolar ko'rish uchun, musiqa eshitish uchun foydalanishim mumkin. Men buni nima uchun ishlatilishini bilganligim uchun bundan menga foyda bor, bu menga manfaat keltiradi. Endi aytaylik 1 yoshlik, 8 oylik chaqaloqni tasavvur qilaylik. O'sha chaqaloqni qo'liga telefon berib qo'yiladigan bo'lsa, telefon o'z funksiyalarini yo'qotadi. To'g'ri, telefon o'z funksiyalarini yo'qotmaydi. U bola uchun telefondan bir tiyinlik foyda qolmaydi. Sababi u yosh bola sifatida telefonni nima uchun ishlatilishi kerakligini bilmaydi.
Buni ketidan nima qiladi? Og'ziga soladi yoki bo'lmasam otadi. Xullas, u uchun bu oddiy g'ishga aylanadi. Sizni ham misolingiz shunaqa bo'lmasligi uchun har bitta o'rganilayotgan grammatik qoidani asosi, mag'zi bo'lgan nima uchun menga mana shu narsa kerak degan narsani o'rganib keting. Bu eng katta maslahat. Xoh onlayn kurslarda o'rganasizmi, xoh offlayn darslarga borib o'rganasizmi, har doim qoidani nima uchun ishlatilishi kerak degan joyiga ko'proq e'tibor qarating, ko'proq tushunib olishga harakat qiling. O'shanda siz tildan praktik foydalanishingiz oson bo'ladi va tez bo'ladi. Xo'p, boshqa misollar ham keltirishim mumkin. To'g'ridan to'g'ri muddaoga o'tamiz. Tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, daskamizga qaytamiz. Nima uchun ishlatiladi degan, demak, eng asosiy savol bor bizda va buni javobini beraman. To be, ya'ni o'sha emissar, harakat, ishtirok etmagan gaplarda holatni ko'rsatish uchun ishlatiladi. Holatni ko'rsatadi. Qisqaroq. Harakat ishtirok etmagan gaplarda holatni ko'rsatadi. Xo'p. Qaranglar. Mana shu joyda biz ingliz tili va o'zbek tili o'rtasidagi katta farqni ko'rishimiz mumkin. Chunki o'zbek tili grammatikasiga ko'ra fe'l bu harakatni ifodalovchi so'z. Lekin ingliz tilida fe'l ikkiga ajraladi. Holat va harakat fe'llariga ajraladi va nimani tasvirlayotganligimizdan kelib chiqib, yo unisini, yo bunisini ishlatishimiz kerak. Xo'p, yana ham aniqlashtirishga harakat qilaman. Biza biror bir fikrni boshqa birovga yetkazmoqchi bo'lgan paytimizda asosan ikki xil holat bo'ladi. Gapimizda harakat ishtirok etadi. Masalan, men Toshkentda yashayman. Yashash bu harakat. Biz ingliz tilini o'rganyapmiz. O'rganish bu harakat. Men bo'sh vaqtimda kitob o'qiyman. O'qish bu harakat. Demak, gapimizda yo harakat ishtirok etadi, yoki bo'lmasam harakat ishtirok etmaydi. Masalan, bugun chorshanba. Ushbu gapimizda bugunni qaysi kun ekanligini tasvirlayman va gapimda hech qanaqa harakat yo'q. Toshkentda havo juda ham issiq. Bu gapimizda ham harakat ishtirok etmayapti. Biz holatni tasvirlayotgan bo'lamiz. Yoki bo'lmasam, men o'qituvchiman. Mening ismim Salim. Mana bu holatlarda ham men o'zimni kimligimni tasvirlayman, tanishtiryapman va gapimda harakat ishtirok etmayapti. Aynan shu harakat ishtirok etmagan gaplarni ingliz tilida ifodalamoqchi bo'lsak, bizga aynan to be kerak bo'ladi. To be yordamida bu narsani amalga oshiramiz. Mana holatni ko'rsatadi dedik. Daskamizga qaytadigan bo'lsak, holatni ko'rsatadi deymiz. Holat bu biror bir shaxsni kim yoki bo'lmasam nima ekani bu holat hisoblanadi. Yoki bo'lmasam qanday ekani bu uni holati hisoblanadi. Uchinchisi sal kengroq konsepsiya, tushuncha, vaziyati deyman umumiy qilib. Aniqlashtirish kerak bo'lsa, aytib o'tamizki, bu misol uchun qayerdaligi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam qachonligi bo'lishi mumkin. Shu kabi ma'lumotlarni berayotgan bo'lsak, biz biror bir shaxs yoki narsani holatini tasvirlayotgan bo'lamiz va odatda bularda harakat ishtirok etmaydi. Misol keltiraman. I am a teacher. Men o'qituvchiman. Mana mana shu joyda biz ko'rishimiz mumkin. Am meni kim ekanligimni ifodalashda vositachi bo'lib kelyapti. I am a teacher. Men o'qituvchiman. O'zbek tilida e'tibor beringlar, biz so'zlarni shunchaki ketma-ketligini to'g'rilab qo'ysak, buni o'zi yetarli. Lekin ingliz tilida bizda обязательно to be o'rtada vositachi bo'lib kelishi kerak. Bunaqangi holatlarni tasvirlayotganimizda. I am a teacher. Sorry, spelling error qolib ketibdi. Qo'shmaymiz. Biror bir narsani qanday ekanligini tasvirlash uchun ham bizga to be kerak bo'ladi. Misol keltiraman. My room is small. Tarjimasi mening xonam kichkina bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, kichkinagina xonada dars o'taman. Xo'p, my room is small. Mening xonam kichkina va bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Xonam qanday ekanligini tasvirlash uchun, kichkina ekanligini tasvirlash uchun o'rtada to be vositachi bo'lib kelyapti. Keyingi gapimizga o'tamiz. Misolimizga vaziyat. We are in a class. Biz darsdamiz deb turib, o'zimizni vaziyatimizni, holatimizni ifodalayotgan bo'laman va bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Are to be dan foydalanamiz. Mana bu yerda o'tdim. To be 3 xil ko'rinishda kelishi mumkin. Am is are. Mana har bittasini ishlatilishiga misol keltiraman. Xo'p,
Bu haqida hali yana to'liq o'tamiz, chunki mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. To be ni birinchi qismini o'rganyapmiz. Boya ham ta'kidladim. Hali to be haqida ko'p gaplashamiz. O'shaning uchun dars davomida yoki bo'lmasam keyingi darslarda buni to'liqroq ko'rib chiqishga o'tamiz. Hozircha bugungi darsimizda kelgan to be ni misollarini ko'rib chiqmoqchiman. Boya ismini so'rayotganimizda biza what is ishlatdik mana bu yerda is to be what. Yoki bo'lmasam ismimizni aytayotganimizda my name is deb turib to be dan foydalandik yoki bo'lmasam o'zimizni yana tanishtirayotganimizda yoki ismimizni aytayotganimizda I am deb turib to be dan foydalandik. Va mana shu joyda ko'rishimiz mumkin. What bilan is ishlatyapmiz, my name bilan is ishlatyapmiz, I bilan am ishlatyapmiz. Mana shu narsani yaxshilab eslab qolishingiz kerak bo'ladi. Hozir mana shu asosida mashq qilib bajaramiz. Va bilishingiz kerak bo'lgan keyingi narsa borki, bu yerda yozganim mana bunisini o'chirib turaman. What is, my name is yoki I am deganda biza to be ni to'liq shaklda yozyapmiz. Va ingliz tili bizaga ushbu so'zlarni qisqartirishga imkon beradi. Ya'ni ularni qisqa shakli ham bo'ladi. Bularni ko'rib chiqamiz. Masalan, what is so'zi qisqarib what's bo'lib ketishi mumkin. My name is da name is degan joyi names ko'rinishida qisqarib ketishi mumkin yoki bo'lmasam I am qisqarib I am bo'lib ketishi mumkin bo'ladi. Va shunda bitta muhim narsaga e'tibor beringlar. Talaffuzda ham o'zgarish bo'lyapti. Masalan, to'liq shaklda I am deyapmiz. Lekin qisqa shaklda I am bo'lyapti. Bu yozma qisqarish talaffuzga ham ta'sir qiladi. Bu yerdagilarni ham quloq bilan eslab qolinglar, eshitib. What is what's. My name is my names. Mana bu yerda qisqarib ketyapti. Demak, ko'rishimiz mumkin. Is bizda qisqarib apostrofka va s ko'rinishiga o'tib ketyapti. M esa qisqarib apostrofka m ko'rinishiga o'tib ketyapti. Talaffuzda ham bo'lib talaffuz bo'lib ketyapti. Xo'p, to be haqida shu. Doskani pauza qilib turib orqaga qaytib yozib olishingiz mumkin yoki bo'lmasam o'sha kanalga rasm sifatida tashab qo'yaman, o'sha yerdan bemalol ko'chirib olsanglar bo'ladi. Xo'p, davom etamiz kitobimizdan. Va mana bu yerda bizga mana hozirgi o'rgangan narsamiz bo'yicha topshiriq berilgan. So let's see. So let's see. Birinchi mashq. Complete the conversation with am, or s. Ya'ni hozirgina tushuntirganim to be ni qisqartirilgan shakllari bilan to'ldirib chiqing deyapti. Xo'p, videoni pauza qilib o'zingiz bemalol ishlab olishingiz mumkin. Keyinchalik men bajarganimni ko'rib tekshirib ketaveramiz. No, men уже boshladim. Xo'p. Hello, what's your name? Bitta what's your name bo'lishi kerak bo'ladi. Hozirgina tushuntirgan qoidam bo'yicha what bilan is kelishi kerak edi. Javobda I am Thomas bo'ladi. Ya'ni salom, sening isming nima deb so'rayapti-da. I am Thomas deb javob beryapti. Ya'ni men Thomasman. Javobida qayta javoban hello Thomas, salom Thomas deb yana salomlashyapti. Keyingi qismiga o'tamiz. Bu rasm bo'yicha. Bu yerda I bilan kelgan ekan. Так что I am Mr. Smith qilamiz. Davomiga what's your name qilamiz. Chunki bugungi o'rgangan qoidamiz bo'yicha yana bitta ko'rsatib o'taman. What bilan is, my name bilan is, I bilan am ishlatib What's your name? Javobiga my name's Jessica. Ketidan goodbye Jessica deyapti, bye deyapti. Buni listening qilib tekshirishimiz kerak, lekin hozir darsimiz cho'zilib ketadi. O'shaning uchun men o'sha kanalga tashlagan materiallarim orqali yoki listening tracklari orqali bemalol o'zingiz eshitib tekshirib olsanglar bo'ladi. Bu orqali o'zingizlar praktika qilib listening va speakinginglarni improve qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingi qismi pronunciation, ya'ni talaffuz bo'yicha gaplashishimiz kerak va bu yerda contraction. Men sizlarga buni allaqachon tushuntirib ketdim. Contraction bu qisqa shakl degani. Hozirgina tushuntirganim to be ni I am to'liq ko'rinishi yoki bo'lmasam I am qisqa ko'rinishi bo'lishi mumkin. Bu narsani biz gaplashib o'tdik. Kitobimizni davom ettiramiz va quyidagi qismlarga qaraymiz. Bu yerda speaking kelgan. Speakingda hozir men A dagi qismlarini o'qiyman. Siz o'zingiz praktika uchun B dagi qismlarini o'qing va mana bitta bo'sh qolgan o'rinlarni o'zingiz to'ldiring. Hello.
What's your name? My name's Salim. Bye. Xo'p, umid qilamanki, o'zingizni qismingizni to'liq bajardingiz va to'g'ri bajardingiz deb o'ylayman. Ayniqsa mana bu joyiga e'tiborli bo'lishingiz kerak, что I am yoki what is your name emas, balki именно qisqartirilgan shaklda I am what's deb o'qigan bo'lishingiz kerak. Agar what is deb o'qigan bo'lsangiz, keyingi safar mana shu narsaga hushyor bo'ling. Qisqa yozildimi, qisqa o'qilishi kerak bo'ladi. Xo'p, buni ko'proq praktika qilishingiz mumkin o'zingiz bilan o'zingiz. Endi davomiga o'tamiz. English around you. Atrofimizdagi ingliz tili va bu yerda bizga ismlar berilgan. Ingliz tilida ko'p uchraydigan erkaklar va ayollar ismlari. Erkaklar va ayollar ismlari berilgan. Jack, Joshua, Thomas, James, Daniel. Bular erkaklar ismlari. Mana bu so'zga ayniqsa hushyor bo'linglar. Thomas T bilan o'qiverasizlar. Th yoki the qilish shart emas. Qizlarga nisbatan ishlatiladigan ismlar ko'proq Emily, Ellie, Jessica, Sophia, Chloe. Mana bu bizda K talaffuzini beradi. Chloe. Xo'p. Mana bu yerda savol berilibdi. Do you know people with English names? Siz inglizcha ismli odamlarni taniysizmi yoki bilasizmi? O'sha o'zingiz eslab ko'ringlar. Ingliz tilida kinolar ko'rgan bo'lsanglar, misol uchun ingliz kinolarini ko'rgan bo'lsanglar, qanaqa ismlar bor ingliz tilida ko'p uchragan? O'zingizlar eslatib o'tishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda which English names are popular in your country debdi, ya'ni qaysi ingliz tili ismlari mashhur sizni davlatingizda deyilyapti. Menimcha O'zbekistonda inglizcha ismga ega bo'lgan odamlar yo'q bo'lsa kerak. Biz davom etamiz. Keyingi mavzuyimiz where are you from? Ya'ni siz qayerdansiz degan mavzu boshlaymiz va yana boshlanish qismida bizda demak functional language berilgan. Functional language bilan boshlaymiz. Functional language da bizda greetings ikkinchi qismi kelyapti, ya'ni salomlashuvning ikkinchi qismi. Kelinglar eshitib ko'rib qo'yamiz berilgan dialogni. Track 7. Lesson B. Where are you from? Hello, Lucy. Hi, Dan. This is Philip. Nice to meet you, Philip. Nice to meet you too. Xo'p, kelinglar endi breakdown qilamiz, ya'ni bittalab ko'rib chiqamiz. Nima deyilyapti, qanaqa iboralar ishlatilayotganligini. Xo'p. Lesson 1B, where are you from? Functional language, greetings ya'ni yana salomlashuv kelyapti. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin. Birinchi biz uchun yangilik bu this is Philip degan joyi. This is Philip deyilyapti salomlashuvdan keyin. This is o'zbek tilidagi tarjimasi bu degani. Bu palonchi deb turib tanishtirayotganimizda this is Philip, this is Sardor deb turib tanishtirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi ishlatilayotgan narsa bu nice to meet you Philip. Nice to meet you. Ya'ni tanishganimdan xursandman degan ma'noni beruvchi iboramiz. Tanishganimdan xursandman. Demak, bu narsa bizda nice to meet you. Nice to meet you ko'rinishida talaffuz qilyapti. Keyingi fraza nice to meet you too deyilyapti. Ya'ni o'sha nice to meet you ning oxiriga to qo'shilyapti. To bu ham degan. Men ham, u ham, biz ham degan ma'noda xullas tushlanib ketish mumkin. Ya'ni nice to meet you too, men ham tanishganimdan xursandman degan ma'noni anglatib beradi. Bu to so'zini boshqa joylarda ham ishlatishingiz mumkin. Asosan gap oxiriga mana shu virguldan keyin qo'shib qo'yiladi. Masalan, tasavvur qiling, siz ko'chada kimnidir uchratib qoldingiz va unga savol berdingiz. What's your name? U javob beradi. My name is Salim. Ya'ni men bilan bir xil ismga ega bo'lgan odamni uchratib qoldim va u o'zini ismini Salim ekanligini aytdi. Men unga qarab, wow, my name is Salim too. Ya'ni meni ham ismim Salim deb turib, to'ni qo'shib qo'yishim mumkin bo'ladi va boshqa vaziyatlarda bemalol ishlataverasizlar yana. Davom etamiz. Functional language salomlashuvning ikkinchi qismini ko'rdik. Vocabulary'ga o'tib ketamiz. Vocabulary bu so'z boyligi. Bu yerda biz cities and countries haqida o'rganishimiz kerak ekan. Cities degani bu o'zbekchada shaharlar degan ma'noni anglatadi. Countries esa davlatlar degan ma'noni anglatadi. Davlatlar. Quyida biz bir qator davlatlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'rib chiqamiz. Birinchi davlatimiz bu
Brazil bo'lyapti. Brazil. Ya'ni bu Braziliya davlati tarjimasini yozayman. Keyingi davlatimiz bu Italy. Italy. Talaffuzida e'tibor bersanglar, bitta kelgan A harfi o'qilmay ketyapti. Hozir biz Italy deyishga harakat qilsak, bu noto'g'ri talaffuz bo'lib qoladi. Italy. Xuddi mix bir so'zlarida unli harfimiz, ya'ni i ni tovushsiz qilib deb o'rganimizga o'xshab, bu yerda ham Italy ko'rinishda o'sha shva deydi inglizchasiga tovushni, bu o'sha tovushi hisoblanadi. Shu tovush orqali ifodalab ketyapmiz. Davom etamiz. England. Talaffuzi England bo'ladi. Bu Angliya davlati. Aynan shularning tilini o'rganyapmiz. Keyingisi Russia. Russia. Ko'pchilik o'quvchilar mana shu so'zni oxiriga n qo'shib qo'yishadi. Russian deyishadi. Bu xato bilib olinglar. Oxirida narsa bo'lmaydi. Russian desanglar, u rossiyalik degan, rus degan ma'noni anglatadi. U bizning ma'noyimizdan yoki hozirgi o'rganayotgan narsamizdan boshqa narsa hisoblanadi. Russia, Rossiya davlati. Keyingisi France. Amerikada France deb o'qiladi. Britaniyada France deb o'qilinadi. Bizlar ko'proq amerikanskiga tortadi. Mani ingliz tilim, shuning uchun France yozaman. Xo'p, keyingi so'zimiz bizda demak the USA bo'lyapti. The USA, ya'ni AQSh, the USA. Ozgina kichraytirib olishimga to'g'ri kelyapti hozir. Yo'qsam sig'may qoladi. Ko'ryapti degan umiddaman. Hozir nasibga qilib ko'ramiz. Thickness darajasini ozgina kamaytirib, So. USA AQSh bo'ldi. Davom etamiz. China. Keyingi so'zimiz. Va oxirgi so'zimiz bizda Germany bo'lyapti. Germany. Xo'p. Hozir mashq bajarasizlar. Bajaramiz. Geografiya bo'yicha ozgina sinab ko'ramiz o'zimizni. Demak, mana bu yerda bizga shaharlar rasmlarda ko'rsatilgan. Beijing, Frankfurt, Rio de Janeiro va так далее. Bularni biz davlatlarga topib chiqishimiz kerak. Qaysi shahar, qaysi davlatda joylashganligini belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Beijing bu Xitoyda, teksto Chinaga A yozamiz. Keyingisi Frankfurt. Frankfurt bu Germaniyada, teksto Germanyga B yozaman. Rio de Janeiro bu Braziliyada, teksto bu yoqqa C yozaman. New York AQShda D ni oltiga yozamiz. Rome, Rim, Italiyada I ekan. Rimga to'g'ri, Italiyaga to'g'rilab yozaman. Rome talaffuzi. F bizda London bo'lyapti. London bu Angliyaning poytaxti hisoblanadi. Teksto Englandga F yozib qo'yaman. G Moscow bu Rossiyada. G. H Paris bu Fransiyada. Bu yoqqa yozib qo'yamiz. Topib chiqdik. Davom etamiz. Listening. Mana bu yerda o'zi listening qilib tekshirishimiz kerak. Biz o'tib ketamiz, skip qilamiz. Listening o'tamiz. Mana bu yerda listen and write the names of the countries or cities you hear debdi. Ya'ni eshiting va o'zingiz eshitgan davlat va shahar nomlarini yozing deyapti. Demak, listening qilib mana shu yerga davlat va shahar nomlarini yozib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, 1-9. Track 9. Eshitamiz. 1. My name is Polly. I'm from England. Eshitdik. My name is Polly. I am from England deyildi. Demak, Angliya so'zini betga yozib qo'yaman. Ikkinchisiga o'tamiz. 2. This is Pierre. He's from Paris, France. Bitta
ham shahar, ham davlat ishlatilimdi. He's from Paris, France ko'rinishida. Davom etamiz. 3. Uchinchisi. Her name's Sophia. She's from Italy. Demak, her name's Sophia. She's from Italy. Deyilyapti. Ya'ni Italiya. Uzr, davom etamiz. 4-inchisi. 4. His name's Michael. He's from the USA. Demak, javobimiz the USA, ya'ni AQSh. 5-inchisiga o'tamiz. 5. Where are you from? We're from Germany. 6. We're from Germany. Germany ko'rinishida aytilyapti. Va oxirgisi This is Nikita and Igor. They're from Russia. they're from Russia deyildi. Russia. Xo'p, shu orqali listeningimizni ham tugatamiz. Men bitta qaytadan eshitib takrorlashingiz kerak bo'ladi. O'sha so'zma-so'z tilinglarni keltirib, o'sha yerda o'qishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi qismi bizda grammatika bo'lyapti. Grammatikada to be ni yana qaytadan o'rganamiz va qo'shimcha yana narsa o'tiladi. Buni boshlaymiz. Xo'p, ozgina alohida joy ajratib olaman yana. Xo'p. Mavzuyimiz pronouns. Pronouns bu olmoshlar degan o'zbekchasiga yetadigan bo'lsak. Olmoshlar. Demak, olmoshlar haqida o'rganishimiz kerak bo'lyapti. Olmosh bu nima? Birinchi o'rinda shu haqida qisqacha gaplashaylik. Olmosh bu gapda otni alishtirishi mumkin bo'lgan qisqa so'z. Bu o'sha nima deydi? Adabiy tasvirlash yoki bo'lmasam ta'rif emas, men sizlarga osonroq bo'lishi uchun, tushunishingiz uchun sodda qilib beradigan ta'rifim shu hisoblanadi. Gapda otni alishtirishi mumkin bo'lgan qisqa so'z. Bu nima degani? Kelinglar buni misolda ko'ramiz va shu orqali o'rganib olasizlar. Demak, tasavvur qilinglar, bu Sardor. Sardor mening o'quvchim. Sardorning uyi Toshkentda. Ushbu joyda biz Sardor so'zini ortiqcha takrorlayveramiz. Bizga Sardor deb bitta mashitda aytsak, shuni o'zi yetarli hisoblanadi. Bu Sardor. Ikkinchi gapimizda o'sha u mening o'quvchim deb ketishimiz mumkin bo'ladi va aynan u so'zi bizda olmoshga teng bo'ladi. Mana hozir sizlarga tushuntirganimdek, gapda otni alishtirishi, ya'ni Sardor ismini o'rniga yoki otni o'rniga qo'yilishi mumkin bo'lgan qisqa so'z bo'ladi. Tushunarli? Mana bu ot deganda tag'in ism tushunib qolmaylik. Ot bu o'sha nima so'z turkumlaridan biri hisoblanadi. Kim nima so'roviga javob beruvchi so'zlar. Masalan, mening ruchkam deyish o'rniga u so'zini ishlasak bo'ladi. Masalan, mening ruchkam qora desam ham bo'ladi. U qora desam ham bo'ladi. Так что so'zda, gapda otni alishtirishi mumkin bo'lgan qisqa so'z bu olmosh deyiladi. Olmoshlar har xil ko'rinishga ega bo'lishi mumkin. Masalan, bu yerda biz u degan olmoshni ishlatayotgan bo'lsak, Sardorning degan joyida uning ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni ning qo'shimchasiga ega tarzda keladi. Bundan tashqari yana boshqa ko'rinishlari ham bor, ular keyinchalik o'rganiladi. Hozircha mana shu ikkita olmoshlarimizni ko'rib chiqishimiz kerak. Demak, bular subject pronoun, kishilik olmoshi va possessive adjectives, egalik sifatlari deyiladi. O'zbek tilida balki olmosh deylar, ingliz tilidan to'g'ridan-to'g'ri tarjimasida egalik sifatlari bo'ladi. Xo'p, kishilik olmoshlari bu kim nima so'rog'i asosida shaxsga nisbat qiluvchi so'zlar hisoblanadi. Kim nima so'rog'i asosida va ular quyidagi 7 ta so'z hisoblanadi. 7 ta. Adashmasam 7 ta. Xo'p, ko'ramiz. I, he, she, it, bundan tashqari we, you va they so'zlari. Mana shu 7 ta so'zimiz bizda kishilik olmoshlari hisoblanadi va bularning tarjimasi balki bilarsizlar, bilmaganlar bilib olsin. I bu
men degani birinchi shaxs birlikdagi shaxs olmosh hisoblanadi. Ya'ni o'zimni kaminani ko'rsatish uchun ishlatiladi. He, she, it so'zlari hammasi o'zbek tiliga u deb tarjima qilinadi. Farqi shundaki, he o'g'il bolaga nisbatan ishlatiladi. She qiz bolaga nisbatan ishlatiladi. She qiz bolaga nisbatan ishlatiladi. It esa narsalarga nisbatan ishlatiladi. Jonsiz narsalarga nisbatan ishlatiladi. Ya'ni mana tepadagi gapda biz Sardorni u deb ketdik, ingliz tilida he degan bo'lardik. Agar mana shunda Sardor o'rniga Shabnam bo'lganida biz uni she ko'rinishda alishtirishimiz kerak bo'lardi. Bu qiz bolaga ishlatiladi, o'g'il bolaga ishlatiladi degan narsa o'zimizni esimizda turishi kerak. Tarjima qilinayotganda uchala so'zimiz ham u ko'rinishda tarjima qilib ketaveriladi. We bu uje birinchi shaxsi ko'plik shakli hisoblanadi. Biz degani. Biz. You bu sen ko'rinishida ham, siz ko'rinishida ham tarjima qilinishi mumkin. Ya'ni sensirash uchun ham, sizlash uchun ham you ishlataveriladi. Undan tashqari ko'plikda sizlar demoqchi bo'lsam ham you so'zidan foydalanaman. They o'zbekchada ular bo'ladi. Mana bu ularning tarjimasi. Endi bularni qaysidir ma'noda sherigi bo'lgan possessive adjectivelarimiz bor. Masalan, I uchun sherik bu my bo'ladi. He uchun sherik bu his bo'ladi. She uchun sherik bu her bo'ladi. It uchun sherik bu its ko'rinishida bo'ladi. Davom etamiz. We, our, you, your, they, their ko'rinishda keladi. Bularning tarjimasi kimning, nimaning so'rog'i asosida ketadi. Ya'ni my degani bu mening. Qolganlarini menimcha tushundinglar. His o'g'il bolaga nisbatan uning, her qiz bolaga nisbatan uning, its narsaga nisbatan uning. Ya'ni uchalasi uning degan tarjimani beradi. Our bizning, your sening, their ularning. Masalan, sen isming nima deganimizda boya mana sening isming nima deymiz. O'shaning uchun what's your name deyiladi. Mening ismim palonchi deyotganinglarda my name ishlatilardi. Ushbu tarjima asosida yoki ushbu qoida asosida ketadi desak ham bo'ladi. Mana shuni akkuratliroq qilib chizib qo'yaman liniyalarini. My, his, her, its. Our, your va their. Daftarga akkuratlik qilib ko'chirib olasizlar. Men bilan tarjimasini yozmadim, o'zingizlar o'sha hozir aytib o'tganim bo'yicha yozib olishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Demak, mana shu ikkita olmosh haqida o'rgandik. Endi bularni farqini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Grammatikada qanaqa farq qiladi? Birinchi farqi bu ularning tarjimasidagi farqi bo'ldi, ko'rdik. I bu men degani, my bu mening degani bo'ldi. Endi grammatikada ishlatilishi bo'yicha ham farq qiladigan joyi bo'ladi. Masalan, subject pronouns, ya'ni bu yoq qatordagi olmoshlarimiz bilan biz to'g'ridan to'g'ri to be ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Bir-biriga sherik sifatida keladi. Va qoida sifatida ko'rib olamiz, o'rganib olamiz. Birinchi ko'rganimiz I bilan har doim am ishlatish kerak bo'ladi. I am bilan birga keladi. Tushunarli? Keyingi ko'rib chiqqanlarimiz, ya'ni he, she, it so'zlari, bular hammasi is bilan birga ishlatilishi kerak bo'ladi. He is, she is, it is. Hozir men o'rnini alishtiradigan bo'lsam va mana shuni ham yozib o'taylik. O'rnini alishtiradigan bo'lsam va I bilan is ishlatsam yoki he, she, it bilan am ishlatsam bu xato bo'ladi. Bularni bir-biriga sherik sifatida yaxshilab o'rganib yodlab olishingiz kerak. Keyingi olmoshlarimiz they, you tartib bo'yicha yoza qoling. We, you va they so'zlari. Bu so'zlarimiz bilan biz are to be ni ishlatishimiz kerak bo'ladi. I am, he, she, it is, we, you, they are bilan birga keladi. Yana ta'kidlab o'taman, bularni alishtirish xatoga olib keladi. Masalan, I am desam bu to'g'ri. Davom ettirishim kerak bo'ladi odatda. Xullas bu to'g'ri. Endi I is desam bu uje xato. Yoki desam yoki desam I are desam bu xato bo'ladi.
Hammasini o'zini sherigi bor va o'zini sherigi bilan ishlatilishi kerak. Keyin yog'iga har xil davom ettirishimiz mumkin bo'ladi gaplarni. Endi possessive adjectivesga, ya'ni possessive adjectives ro'yxatda bu yoq tomonda yozganlarimizga qarab o'tamiz. Bularning ishlatilish qoidasini ko'rib chiqamiz. Bu so'zlarimiz my, his, her, its, our, yours, their possessive adjective'larimizni to be bilan to'g'ridan to'g'ri ishlatib bo'lmaydi ularni. Ya'ni o'sha my yoki his yoki her degandan keyin to'g'ridan to'g'ri to be ga o'tishimiz mumkin emas. Bu yerda biza possessive adjective'dan keyin noun ishlatishimiz kerak bo'ladi. Noun bu ot degani. O'sha kim nima so'roviga javob beruvchi so'z. Masalan, my deysizmi? Обязательно keyin nimadir qo'yilishi kerak bo'ladi. Chunki mening degandan keyin mening nimadurim, mening kimdurim deb aytishimiz kerak bo'ladi. Masalan, my name, mening ismim. My car, mening mashinam. Shu tartibda olib ketilinishi kerak bo'ladi. Обязательно ot keladi. Ana undan keyin to be ishlatishimiz mumkin bo'ladi va bu ishlatiladigan to be nounga qarab qo'yiladi. Ya'ni otga qarab qo'yiladi. My kelayotganligi uchun am ishlataman, is ishlataman, are ishlataman degan gap yo'q. My so'zi bunaqa katta ahamiyatga ega hisoblanmaydi to be ni ishlatilishida. Endi biza undan keyin kelayotgan otga qarashimiz, otni birlik yoki ko'plik shaklida ekanligidan kelib chiqib qaror qabul qilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, e'tibor beringlar. My name is ishlatamiz. His name is ishlatamiz. Her name is ishlatamiz. Bitta hammasida is kelyapti, sababi hammasi name so'zi bilan ishlatilyapti. O'sha hisobiga hammasida is qo'yamiz. Bittaga my, his yoki her so'zlari ishlatilayotgan to be ga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi, ta'sir ko'rsatmayapti. Endi shu joyda my bilan aytaylik my brothers desam, mening akalarim bo'ladi-da. Bitta are ishlatishim kerak bo'ladi. My brothers are deyman. Ya'ni mening akalarim deb turib, bitta are ishlataman, sababi brothers ko'plikda kelganligi. Bu haqida yana qisqacha to'xtalamiz. Shu joyda agar masalan my brother deydigan bo'lsam, is ishlatishim kerak bo'lardi. My brother is deyishim kerak bo'lardi. Brother birlikda bo'lganligi uchun ishlataman. Demak, eslab qolinglar. Emisarni ishlatilishi bu yerda kelgan possessive adjective'larimiz my, his, her, our, yours, their so'zlariga umuman aloqasi yo'q. Ayniqsa your so'zida ko'pchilik o'quvchilar chalkashishadi. Masalan, your nimadirdan keyin are qo'yib qo'yishadi. Your kelyapti-ku deyishadi. Bu logika noto'g'ri. Bu yerda turgan so'z bizda muhim rol o'ynaydi. Masalan, your name is deb turib olib ketishim kerak bo'ladi. Tushunarli? Your books desam ko'plikda are deyishim mumkin bo'ladi. Ya'ni your bilan is ham are ham to'g'ri kelyapti. Sababi bizda yourga emas, men momentdagi otga qarab ishlatayotgan bo'lamiz. Tushunarli? Mana shu narsaga juda ham hushyor bo'linglar va chalkashtirib olmanglar. You va your bu ikkitasi bitta so'z emas, boshqa so'z hisoblanadi. Demak, shu qoida. Mana bu yerda bizga mashq berilgan. Shu mashqni bajaramiz. Bitta to'g'ri to be'ni tanlab chiqishimiz kerak. Qoidaga ko'ra gaplar berilgan, 6 ta gap, to'g'ri to be'ni tanlashimiz kerak. I am yoki I are. Biz hozirgina o'rgandik, I bilan har doim am ishlatilishi kerak. Так что I am bo'ladi. His name is yoki are George. Hozirgina aytib o'tdim. His so'ziga qaramaymiz, name so'ziga qaraymiz. Birlikda bo'lganligi uchun u bilan is ishlatish kerak bo'ladi. They are yoki they am from England kelyapti. Bu yerda are tanlaymiz. They ni sherigi are bo'ladi. He is yoki he am from London berilgan ekan. He ni sherigi is bo'ladi. Так что he is from London bo'ladi. Bu yerda ham she is, she are. She ni sherigi is, she is bo'ladi. Bu yerda we are bo'ladi. Mana shu tartibda bajaramiz. Mana bitta qisqartirilish haqida gapirilgan ekan. Men hozir aytish esimdan chiqib qoldi. O'shanga ozgina orqaga qaytib shu narsani to'ldirib qo'ymoqchiman. Mana bu yerda ko'rdik.
har bitta kishilik olmoshini o'zini sherigi bor dedik. I bilan am, he, she bilan is, we, they bilan are keladi dedik. Bularni qisqartirishimiz mumkin. Bu haqida qisqacha boya ham to'xtalib o'tdik. Uni to'liqroq ko'ramiz. M har doim apostrofga m ga qisqaradi. Ko'rinishida. Is har doim apostrofga s ga qisqaradi. Are esa har doim apostrofga w ga qisqarishi kerak bo'ladi. Mana shu narsa. Boya qisqacha aytish esimdan chiqib qolibdi. Xo'p, davom etamiz. Mashq bajardik. Mana bu yerda ikkinchi mashq bor. Rasmlar haqida gap turish kerak. Buni bajarishimizdan oldin qisqacha mana mavzuni ko'rib olsak, bizga ancha udobli bo'lgan bo'lardi. Asking and saying where you're from. Ya'ni qayerdanligingizni so'rash va aytish. Asking and saying where you're from. Bu albatta functional language ga o'tdi, amaliy tilda ko'ramiz. Hop, functional language. Savolimiz where are you from? Where are you from? Agar dona-dona aytadigan bo'lsak, talaffuzga e'tibor beringlar. Where are you from bo'ladi va bu siz qayerdansiz degan. Siz qayerdansiz deb tarjima qilinadi. Mana bu joyiga e'tibor qaratmoqchiman. Ingliz tilida, umuman olganda har bitta tilda word linking, so'zlarni bir-biriga qo'shib o'qish bor. Masalan, o'zbekchada ham, o'zbekchada ham deyish o'rniga o'zbekchada ham deb ketishimiz mumkin. Bu shevaga qarab o'zgarishi mumkin bo'ladigan narsa. Yoki bo'lmasam man bilan deyilmaydi, man bilan bo'lib ketadi. Tez gapirayotgan paytimizda man bilan kinoga borasanmi deyiladi. Ya'ni o'sha ba'zi harflar o'zgaradi, bir-biriga qo'shilib ketadi, bo'g'inda o'zgarishlar sodir bo'ladi. Va mana bu yerda ham xuddi shu narsa bo'lishi kerak. Where are you from? Bu yerda uzilish bo'lib qoladi. Bu uzilishni bir-biriga ulab ketish uchun biz where are you from deymiz. Ya'ni nima qilamiz qaranglar. Where so'zidagi are tovushini undan keyin kelayotgan so'zdagi are bosh tovushi sifatida where are you from qo'yamiz. Where are you from? Tez gapirilganda shunaqa bo'g'in o'zgarishi bo'lib ketadi. Bu connected speech yoki word linking deyiladi. Siz qayerdansiz degan. Bunga javoban I am from deb turib javob beramiz. I am from. Ya'ni men palon joydanman. From degani bu o'zbekchadagi dan qo'shimchasi hisoblanadi. So'zlar oxiriga qo'shiladigan. Masalan, I'm from Tashkent. Men Toshkentdanman. I'm from Uzbekistan. Men O'zbekistondanman degan ma'nolarni beradi. Xuddi shu struktura asosida biz boshqa odamlar haqida ham gapirishimiz mumkin. Ya'ni I am deyish o'rniga he is from qilishimiz mumkin bo'ladi va qayerdaligini aytamiz. Masalan, mana m kelgan bo'lsa, bu yerda is. I bilan m sherigida, he bilan is sherigida. Tak что he is from deb turib qayerdaligini yozamiz. Masalan, mana tuniziyalik Kusay degan o'g'aynim bor. He is from Tunisia. Spellingini to'g'ri yozdim degan umiddaman. Yoki desam she is from China. U Xitoydan. Ko'rinishda ham misol uchun berishimiz mumkin bo'ladi. Boshqa shaxslar haqida ham gapirishimiz mumkin bo'ladi. Shu. Kitobimizga qaytamiz va boyagi mashqni bajaramiz. Bu yerda nima qilishimiz kerak? Bu yerda bizda rasmlar berilgan. Birinchisi quyidagi Audrey Tautou ismli ayolni ma'lumotlari, keyingisi Valentino Rossi, keyingisi Mariya Sharapova va keyingisi Ronaldinho. Bizdan talab qilinadigan narsa bular haqida shunga o'xshatib gaplar tuzib chiqish. Videoni pauza qilib o'zingizlar tuzib chiqinglar. Oldin qisqacha tushuntirib beraman hozir. Qaranglar, Audrey Tautou haqida. Her name is Audrey Tautou. E'tibor beringlar, boyaga o'rgangan olmoshimiz possessive adjectivimiz her ishlatiladi. Uning ismi Audrey Tautou. Her name is Audrey Tautou. U Fransiyadan demoqchimiz. Davlat amtida berilgan. She's from France. Ya'ni uning deganda her olmoshidan foydalanamiz. U Fransiyadan deganda she olmoshidan foydalanamiz. Endi pauza qilib Valentino Rossi, Mariya Sharapova va Ronaldinho haqida o'zingizlar alohida mana shunaqa ikkita-ikkitadan gaplar yozinglar. Xo'p, men bu yerdan boshlayveraman javob yozishni. Birinchi bo'lib Valentino Rossi haqida. Bu o'g'il bola bo'lganligi uchun men his name qilishim kerak bo'ladi. His name is Valentino Rossi bo'ladi. Endi uni davlatini berayotganimda he is from Italy. He's from Italy. U Italiyadan.
Mana shu ko'rinishda beraman. Ozgina kichkinaroq qilib чтобы qolganlar ham sig'ishi uchun. His name is Valentino Rossi. He is from Italy. Ikkinchisi Mariya Sharapova haqida. Endi Mariya Sharapova bizda qiz bola bo'lganligi uchun his ishlatilmaydi, her ishlatiladi. Her name is Mariya Sharapova. U Rossiyadan demoqchi bo'lsam, she is from Russia deyishim kerak bo'ladi. She is from Russia. Mana bu yerda he ishlatdim, bu yerda she ishlatdim, chunki o'g'il bola va qiz bola alohida odamlar haqida gap ketyapti. Va oxirgisi Ronaldinho bizda yana o'g'il bola bo'lganligi uchun yana his name is Ronaldinho. He is from Brazil ko'rinishida davlatini berishim kerak bo'ladi. Mana shu tartibda gaplar tuzishinglar kerak edi. Tekshirib olishinglar mumkin. To'g'ri bo'lsa yaxshi, молодец. Noto'g'ri bo'lsa zametkaga olib qo'yinglar, nimalarda xato qilganinglar. Bu yerda speaking qilinishi kerak. O'zinglar bemalol to'ldirib, o'zinglar bilan o'zinglar ishlashingiz mumkin. Hozir keyingi mavzuga o'tishimiz kerak, chunki vaqtimiz chegaralanib boryapti, tugab boryapti. Xo'p, 1C bu o'sha birinchi unitdagi 3-dars. Mavzuyimiz What's your number? Ya'ni seni raqaming nima bo'lyapti va boshlanishiga greetings yana kelyapti, ya'ni salomlashuv. Bu yerda quyidagi dialog beriladi. A odam aytadi. Hello, how are you? B odam gapiryapti. I'm fine, thanks. And you? A javoban fine, thanks deyapti. Keling endi bu yerdagi yengilliklarni yoki bo'lmasam kelgan narsalarni ko'rib chiqamiz. Where are you? What's your number? Functional language. Hop. Quyida birinchi ishlatilgan ibora. How are you? Birinchi ishlatilgan mana shu savolimiz bor edi. How are you? Ya'ni qalaysiz degan. Yoki qalaysan degan endi agar sansirab ishlatilgan bo'lsak. Qalaysiz? Unga javoban ikki xil variant bilan javob berishimiz mumkin. I am fine. Ya'ni men yaxshiman. To'liq ko'rinishda javob beramiz. Yoki bo'lsam просто fine desak ham bo'ladi. Ya'ni yaxshi deyotgan bo'lamiz. Mana bitta rahmat aytish ikki xil yo'li. Thank you va thanks berilgan. Bu ikkalasi ham ko'pchiligimiz bilamiz rahmat degani. E'tibor beringlar. Thank you. Agar you bilan ishlatayotgan bo'lsanglar, обязательно thank da to'xtashimiz kerak. Thanks qilib qo'ymaymiz. Thanks ham you qilsak bu xato bo'lib qoladi. Просто so'zni o'zini you siz ishlatmoqchi bo'lsak, unda обязательно thanks bilan kelish kerak. Thank deb qo'ysanglar ham xato bo'ladi. O'shanga hushyor bo'linglar. And you degan ibora bor. Bu o'sha to'g'ri savol intonatsiyasida chiqazilishi kerak, ya'ni yuqoriga ko'tariluvchi ohang bilan and you sizchi degan ma'noni beradi. Agar to'g'ri intonatsiya berilmasa va siz bu tarjima qilib o'sha savol intonatsiyasini to'g'ri berishimiz kerak. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda ba'zi mashqlar bor, skip qilamiz. O'zingizlar bemalol ishlab olishingiz mumkin. Hozir biz vocabulary'ga o'tamiz va bu yerda 1 dan 10 gacha bo'lgan raqamlar kelyapti. Yozilishini, aytilishini hammasini yaxshilab yodlashingiz kerak. Xo'p, birinchi sonimiz bu 1. Talaffuzini mana shu o'ziga yozib ketaman. 1. Keyingisi 2. Keyingisi 3. S yozdim, lekin o'z aslida T, ya'ni o'sha chuchuq S'ga o'xshatib aytishimiz kerak bo'ladi. 3, ya'ni o'sha misol uchun ikkita tishimiz bo'ladigan bo'lsa, tepa va pastki tishimiz bo'ladigan bo'lsa, tilimizni uchini o'sha ikkita tishimiz o'rtasiga qo'yish orqali f tovushini chiqarishimiz mumkin bo'ladi. 3. Keyingisi 4, bu 4 bo'ladi. 5 bu 5 bo'ladi. Yozilishiga ham e'tibor beringlar, o'qilishiga. 6 6, 7 7. Oxiridagi jarangsiz chiqadi. 7 xuddi yo deb bo'lib ketadi. 7 demaymiz. 8 bizada 8, 9 bizada 9 va oxirgi 10 bu 10 bo'ladi. Bu sonlarni yaxshilab yodlashinglar, yozilishini o'rganishinglar kerak bo'ladi. Yodlaganda ham 1 2 3 4 5 6 deb ketma-ketlikni o'zini yodlab olmanglar. Alohida raqamlarni bilishinglar kerak bo'ladi. Hozir aynan nimaligini tushunib yetasizlar. Masalan 7 bu 7, 5 bu 5 deb turib yodlab olishinglar kerak bo'ladi. Ko'pchilik boshlang'ich o'quvchilar faqatgina nima deydi?
1 2 3 4 5 deb ketma-ketlik deyotgan bo'ladi. Misol uchun 9 nima bo'ladi o'zbekchasiga so'rasam bittalab sanab chiqishadi. 1 2 3 4 5 6 7 9. 9 bo'lar ekan deb turib aytishadi. U time taking, unaqa qila olmaymiz. Xo'p, listening bajaramiz. Listening qo'yaman. Eshitasizlar va xuddi birinchi darsimizda yoki bo'lmasam 1A'da qilganimiz kabi mana shu yerdan rasmlarni belgilab chiqishinglar kerak bo'ladi. 1 2 3 4 qilib. Track 14. Hech qanaqa pauza qilmayman. Yaxshilab eshitinglar va belgilanglar. Ozgina tomog'imni rostlab olaman. Aynan raqamlarga hushyor bo'linglar. Sizlarga yordam beradigan narsa shu bo'ladi. Keyin birgalikda tekshirib olamiz. 1. Oh, just a second. Sorry. A missed call. You have one call from 6 2 3 4 8 5 5 3 1. 2. So, is there a message? Any messages for me? Yes, James called. Ah, did he leave a number? Yes, 945 0782. It's on the table. 3. Yes, can you call Mrs. Kirsch and tell her she has a place in the 7 p.m. Yes, 7 p.m. English class? Her name is Kirsch and her number is 321 4510. Again, that's 321 4510. 4. Yes! Call our free number now for more information. The number is 1-888-962-962. That's 1-888-962-962. Call now! Demak, eshitdik. To'g'ri ketma-ketlik quyidagicha bo'lishi kerak. Tekshirib olishingiz mumkin. Birinchisi A rasmiga to'g'ri keladi. Ikkinchisi C rasmiga to'g'ri keladi. Uchinchisi B rasmiga va to'rtinchisi D rasmiga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Kerak bo'lsa o'zingizlar bemalol o'sha 14-trekni qo'yib eshitib olishinglar, bemalol tekshirib olishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Functional language yana biz sevgan, biz yaxshi ko'rgan amaliy til bo'limi. Bu yerda asking for and saying phone numbers, ya'ni telefon raqamlarini aytish va so'rash haqida o'rganishimiz kerak bo'ladi. Bu qanaqa tartibda kechadi? Doskamizga qaytamiz. Ozgina pastroq tushirib olaman. Phone numbers, telefon raqamlari. Birinchi o'rinda bilishimiz kerak bo'lgan narsa 3 xil ko'rinishdagi telefon raqamlari bo'lishi mumkin. Ya'ni mobile, sotuvый, qo'l telefoni. Phone, ya'ni umumiy telefon raqami, bu mobilniy bo'lishi ham, ya'ni sotuvый bo'lishi ham mumkin yoki bo'lmasam domashniy bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q. Home number, ya'ni aynan uy telefoni raqami, ya'ni domashniy deymiz xalq tilida. Domashniy telefon raqami. Birovdan telefon raqamini so'ramoqchi bo'lsak, xuddi ismini so'rashga o'xshab what's your number deymiz yoki bo'lmasam mana bu yerga aynan specify, ya'ni aniqlashtirmoqchi bo'lsak what's your mobile number, what's your phone number, what's your home number ko'rinishda aniqlashtirishimiz mumkin bo'ladi. What's your number, ya'ni sizni falon raqamingiz necha degani. Telefon raqamimizni aytayotganimizda quyidagi ko'rinishda aytamiz. My number is, ya'ni my phone number, my home number, my mobile number, bu so'ralgan narsadan kelib chiqib o'zgartirilishi, qo'yilishi mumkin yoki shunchaki my number deb aytib ketishimiz ham mumkin bo'ladi. My number is, mana shu isga ham e'tiborli bo'linglar. Ko'pincha o'quvchilar isni qoldirib ketishadi. My number is 99 928 5238 bo'ladi. Ya'ni 99 99
928 928 52 52 38 38 ko'rinishda aytiladi. Ya'ni juda ham muhim narsa. Ingliz tilida shu qo'nchi uzr tashqarida signal chalishyapti mashinadagilar. Xo'p. Ingliz tilida telefon raqamlari dona qilib aytiladi. Bizga o'xshab 99 928 76 bo'lib ketmaydi. Dona qilib aytilishi kerak bo'ladi. Va yana bitta muhim narsa, mana bu bloklarga ajratamiz-ku. Mana shu qismlarda pauza olinadi. Чтобы aytishimizga ham oson bo'lishi uchun va yozayotgan odamga yozib olish ham qulay bo'lishi uchun pauza qilib aytiladi. Ya'ni 999285238 bo'lib ketmaydi tez. 99 pauza, 928 pauza, 52 pauza, 38 qilib aytiladi. O'shanda yozayotgan odam ham udobni bo'lib bemalol yozib oladi. Xo'p. Keyingi ta'kidlashim kerak bo'lgan narsa, biz mana bitta my number deb ketishimiz mumkin yoki bo'lmasam otni alishtirish uchun olmochdan foydalanishimiz mumkin. My phone number, my mobile number bu ot hisoblanadi va uni biz qisqartirgan holatda it desak bo'ladi. O'shanda it is deb turib telefon raqamimizni aytib ketamiz. Masalan, aytaylik, boshqa nomer yozishga harakat qilaman. It is 9052030125 deylik. Bu narsani nima uchun qildim? 0 soniga alohida e'tibor qaratmoqchiman. 0 soni ingliz tilida o'zi aslida 0 bo'ladi. Telefon raqamlarida 0 dan ko'ra ko'proq biza uni o deb ketganimiz to'g'riroq bo'ladi, udobniroq bo'ladi. 0 deyish ham xato emas, 0 deyilgan holatlari uchrab turadi, lekin o deb ketish bu ko'proq uchratiladigan holat. O'shaning uchun faqat o ni o'zini yozib bera qolaman sizlarga. Yozilishi bilan olib talaffuzda o deb o'qiladi. Xo'p. Yaxshi. Darsga davom etamiz. Endi tasavvur qilaylik. Bizdan ma'lum ko'rinishdagi raqam so'raldi. Masalan, menga kimdir what's your home number desa, ya'ni damashniy nomeringiz necha desa, meni damashniy telefon raqamim yo'q. Damashniy telefon yo'q bizning uyimizda. Shunda sorry I don't have one degan iboradan foydalanaman. Sorry I don't have one. Ya'ni uzr menda unaqasi yo'q deb tarjima qilinadi. Mana bu one so'zi bu yerda bir ma'nosini emas, unaqasi degan ma'noni berayotgan bo'ladi. Sorry I don't have one. Uzr menda unaqasi yo'q degan ma'noni beradi. Mana shu tartibda biz javob qaytarishimiz mumkin. Sorry I don't have one ko'rinishda. Xo'p. Mana bu yerda misol berilgan, mana so'rayapti. What's your phone number? Sizning telefon raqamingiz necha? It's 9282914 deb javob berilyapti. Pastiga my phone number is 9260438 deb turib javob beryapti. Mana bu yerda raqamlar kelgan. Praktika uchun aytib ko'ringlar. Pauza qilib aytishingiz mumkin. Endi birgalikda tekshirib ham ko'ramiz. Xo'p, bunisi nima bo'lishi kerak? Bunisi 687 054 265 bo'lishi kerak. Keyingisi 44 0378 543 0158 bo'lishi kerak. Va oxirgisi 350 2871 bo'lishi kerak bo'ladi. Endi sizlar praktika uchun o'zingizlarni, tanishlaringlarni hammasini telefon raqamini yozib, bittadan aytib chiqishingiz mumkin. Bu o'sha raqamlarni takrorlab olishingiz uchun, telefon raqamlari mavzusini takrorlab olishingiz uchun juda ham foydali praktika hisoblanadi. Xo'p, grammatika. Grammatikada it berilgan, ya'ni bu boya biza tanishib chiqqan u degani narsalarga nisbatan ishlatiladigan olmoch hisoblanadi. Mavzu it deb nomlangani bilan o'zi umuman olganda olmoch haqida. Men buni bundan oldinroq sizlarga tushuntirib ketdim. Chunki iyoda ishlatadigan joylarimiz bor edi.
Hozir aytib o'tgandek, mana my phone number deb turib o'zimizni qiynamasdan uni o'rniga it deb ketsak, o'zimizga udobnoroq, osonroq bo'ladi. Shaxs yoki shaxslarga nisbatan esa o'g'il bola yoki qiz bolaligidan kelib chiqib, he, she'ni ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda bizga aynan shu bo'yicha topshiriq berilgan, bajarib olamiz. Bu yerda aytilyapti, replace the words in italics with he, she or it deyilyapti. Ya'ni mana bunaqa qiyshaytiribroq yozilingan so'zlarni he, she yoki it bilan alishtirib oling deyapti. E'tibor berishimiz mumkin. Bizda mana bu yerda Mark so'zi qiyshaytirib yozilgan va biz bu so'zni nimaga alishtirishimiz mumkin bo'ladi? Agar he degan bo'lsangiz, bu to'g'ri. Mark so'zi he ga o'zgaradi, chunki Mark bu o'g'il bolaning ismi. Mana bu yerda Mary berilyapti. Xuddi shunaqa aytaylikda, Mary qiz bola bo'lganligi uchun buni she ga alishtiramiz. Mary is from Glasgow. Mana bu yerda Glasgow is in Scotland deyilyapti. Glasgow bu shaharning nomi bo'lganligi uchun, mana Mary Glasgowdan deyapti. Shahar nomi bo'lganligi uchun narsa hisoblanib itga almashib ketadi. Va oxirida her phone number is kelibdi. Her phone number bu ham mana shu uchalasi hammasi bitta it so'ziga almashib ketadi. Shu tartibda bajarilishi kerak. Agar siz ham shunaqa bajargan bo'lsangiz, to'g'ri. Xo'p, bu yerda pronunciation, ya'ni talaffuzda intonatsiya kelyapti. Ya'ni savol aytilayotganda asosan past intonatsiyada boshlab, orada ko'tarilib, keyin yana pastga tushishimiz kerak bo'ladi. Masalan, how are you? How are you? Are da udarение bo'ladi. How are you? What's your name? Your da udarение bo'ladi. Yoki masalan, where are you from? What's your phone number? What's your phone number? E'tibor berishingiz mumkin. Hammasida o'rta qismida menda udarение bo'lib, ozgina tovushim, tonim ko'tarilyapti va bu savol uchun to'g'ri intonatsiya hisoblanadi. Bu yerda speaking kelgan, o'zingizlar bemalol praktika qilishingiz mumkin. O'sha telefon raqamlarini so'rash bo'yicha mana shularni o'qib chiqsanglar ham speaking praktika bo'ladi. Agar partnyoringlar bo'ladigan bo'lsa, oilada 2 kishi bo'lib o'rganayotgan bo'lsanglar, bemalol bir-biringlar bilan bu berilgan tayyor speaking yoki bo'lmasam o'zingizlarga moslashtirib praktika qilishingiz mumkin. Shu bilan birinchi unitdagi ABC, ya'ni 3 ta darsimizni tugatib bo'ldik. Boya dars boshida aytganimdek, oxirgi D qismi bu review bo'ladi, takrorlash. Butun dars mobaynida o'rgangan narsalarimizni sizlar bilan bitta takrorlab, mashq qilib bajarib chiqamiz. Xo'p, boshlanishi functional language bo'yicha o'sha o'rgangan narsalarimiz asosan bu yerda greetings kelyapti. Bularni nima demoqchi ekanligini to'ldirishingiz kerak. O'zingizlar bemalol bajarishingiz mumkin. Pauza qilib turib, hozir men to'g'ridan-to'g'ri bajarib ketaman, shu orqali tekshirib olasizlar. Bu bizga hi demoqchi. Salom. Agar mabodo hello yozgan bo'lsanglar, bu ham to'g'ri bo'laveradi. Xato emas. Keyingisi goodbye deyapti. Ya'ni xayrlashyapti. Tak что goodbye bo'lishi kerak. Boya o'rganganimiz birinchi bo'lib boshda. Bu ikkitasi o'zaro tanishayotgan ekan. Значит, nice to meet you deyapti. Tanishganimdan xursandman. Bunisi ham xuddi shunaqa meet bo'lyapti. Bu yerda esa to qilib qo'yiladi. Ya'ni nice to meet you too. Men ham tanishgandan xursandman degan ma'noda. Mana bu mashinada ikkita tanish bir-birini ko'rib qopti. Hi, how are you bo'lishi kerak. Bunga javoban I am fine deydi. And you? Bu esa fine, thanks deb qo'yadi. Bu narsani sizlar 120 ni eshitib, bemalol o'zingizlar tekshirib olishinglar, quloqinglarni o'rgatib olishinglar mumkin bo'ladi. Hozir vaqtimiz tig'izroq bo'lganligi uchun men davomiga o'tib ketaman. Xo'p, keyingisi reading and vocabulary. Ya'ni o'qib mashq bajarish va so'z boyligi bo'yicha kelayotgan ekan. Meet your teachers. Ustozlaringiz bilan tanishing degan matn berilyapti. Birinchisi, this is Will Goodfellow. This is Will Goodfellow. This is bu degan edi. Bu Will Goodfellow. He's from Sydney, Australia. U Sydneydan, Avstraliyadan. His work phone number is 0465. Ya'ni uni ish telefon raqami 0465 degan matn beriladi. Xuddi shu ko'rinishda mana bu ikkitasi berilgan. O'zingizlar bemalol o'qiysizlar va tarjima qilishinglar kerak bo'ladi va mana bu yerdagi jadval to'ldirilishi kerak. Bu yerdagi jadvalga quyidagi odamlarning ma'lumotlari yozilishi kerak. Masalan, birinchisi bizda Will Goodfellow edi. Tak что name degan joyiga Will yozaman. U qayerdan edi? U Sydneydan edi. Sydney yozaman. Work number, ishxonaning telefon raqami 0465 ekan. 0465 0465. O'shani yozib qo'yamiz. Qolgan qismlariga bu ikkitasiniki yozasizlar. Buni ikkinchi, buni uchinchi sifatida. Mana bu yergacha
your teacher. Ya'ni o'zingizni ustozingiz haqida yozishingiz kerak bo'ladi. What's his name yoki her name, where are they from, ular qayerdan, what are their phone number, ularning telefon raqami nima ekanligini, what is their phone number o'zi nimaligini yozishinglar kerak bo'ladi. Xo'p, buni tashlab ketamiz, skip qilamiz chunki unchalik muhim emas. Va grammatikaga o'tamiz. Grammatikada complete the sentences with the correct form of the verb to be deyapti. Ya'ni complete the sentences, gaplarni to'ldiring with bilan correct form of to be, of the verb to be. To be fe'lining to'g'ri shakli bilan gaplarni to'ldiring deyilyapti. My name is bo'lishi kerak bo'ladi. I am from England bo'lishi kerak bo'ladi. They are Andre Gassi and Steffi Graffi deyapti. He is from Las Vegas, America bo'ladi. She is from München bo'lsa kerak, Germany. We are the group U12. We are from Ireland bo'ladi. Mana shu tartibda to be ni qo'yib chiqishimiz kerak. Bajarib tekshirishingiz mumkin. Mana bu yerda complete the sentences so they are true for you. Ya'ni o'zingizga moslashtirib tugating deyapti. My name is Salam. Mening ismim Salam. I am from Tashkent. Men Toshkentdaman. My phone number is 999285234. Xullas, tashna qilib nomerimizni aytib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsani ovoz chiqarib o'qiysizlar. Oxirgi qismi speaking uchun work in pairs, gruppa bo'lib ishlaydigan. Endi biz onlayn darsimizda gruppa qila olmaymiz. Nima qilasizlar? Choose one of the pictures. Ashdagi ikkita rasmdan bittasini tanlaysizlar. Prepare a dialogue. Dialog tayyorlaysizlar. Bemalol o'zingizlar daftaringizga bugungi o'rganilgan narsa bo'yicha o'sha imagination, tasavvuringlarni ishlatgan holatda bular bir-biriga nimalar deyishi mumkinligi haqida dialog tutishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha salomlashib, tanishganimdan xursandman deb, ismini so'rab, ismini aytib, keyin oxirida xayrlashadigan joygacha dialog qilib o'zingizlar o'rganilgan narsa bo'yicha bemalol yozishingiz mumkin. Qattanligini so'rab, shunaqa narsalarni bemalol qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Praktika qiling. Useful language, foydali til. Bu yerda o'sha biz bugun o'rgangan narsalarimiz umumiy qilib berilgan. O'zingizlarni tekshirish uchun mana buni qilinglar. Ingliz tilida boshqa odamlar bilan tanisha olmayman deyapti. Biz buni o'rgandik. Salomlashish, ismini so'rash, tanishgandan xursandman deyish, hol ahvol so'rash, birovni boshqa birovga tanishish. I can introduce myself and other people. Men o'zimni yoki boshqalarni tanishtira olaman. O'zingizni tanishtirish. My name is Salam. I'm from Tashkent. Ko'rinishida misol uchun o'zingizni tanishtirishingiz mumkin. Endi boshqa birovni tasvirlamoqchi bo'lsangiz, tasavvur qiling, bu odamni tasvirlamoqchiman. Bu James Bond, ko'rib turibmiz. His name is James Bond. He's from England. deb turib, misol uchun tanishtirishimiz mumkin bo'ladi. Bu narsani o'rgandik. I can count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gacha sanashni o'rgandik. I can say my phone number. Telefon raqamimni ayta olaman. Buni ham ko'ring. Agar ayta olasangiz, demak bitishga qo'yasiz. Masalan, my phone number is to'liq bo'lishi. My phone number is yoki qisqa qilib it is 99928 plus telefon raqamingizni aytishingiz mumkin bo'ladi. I can say where I am from. Qayerdanligimni ayta olaman deyilyapti. Bu I am from Tashkent ko'rinishida bo'lardi. Buni ham o'rgandik. Mana sizlar bilan bugungi darsimizda birinchi yunitda aynan shu narsalarni o'rganib chiqdik. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Kstati, uyga vazifa. O'sha tashlab bergan fayllarim ichida workbook degan fayl bor. Straightforward beginner workbook yoki WB deb yozilgan bo'ladi. Ya'ni bu uy ish taraf. O'rganilgan narsa asosida mana bu yerdagi mashqlarni bajarishingiz kerak bo'ladi. 1A 1B 1C va test yourself. Aynan shularni bajarib chiqishingiz kerak bo'ladi va ularni o'zingizlar tekshirib olasizlar. Shu orqali uy ishlarini bajarib o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Taklif bor. Oxirida mayli taklifimni aytib ketaman. Men qo'shimcha gruppa ochmoqchiman. O'sha private group bo'ladi, ya'ni yopiq gruppa bo'ladi. Erta aynan shu workbookni ishlab, tahlil qilib, nimaga qanaqa bo'lishi kerak, javoblarini, to'g'ri javoblarini berib ketaman. O'sha qo'shimcha darsliklar bo'ladi bular. Va bu orqali sizlar
o'rganayotgan narsalarni to'liq o'zlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu yopiq guruhda o'rganilayotgan mavzular yuzasidan qo'shimcha topshiriqlar, testlar, test natijalari olib boriladi. Bu sizlarni o'sha nima deydi, mas'uliyat bilan o'rganishinglarga, to'liq tushunib o'rganishinglarga yordam beradigan gruppa bo'ladi. Bu faqat pulli bo'ladi. Bu haqidagi taklifni alohida post qilib yozaman. Yo'q, menga faqat mana shu darslarda tushuntirib berilayotgan narsa yetadi deydigan bo'lsanglar, bemalol tekinga bemalol foydalanishingiz mumkin kurslarimizdan. Rahmat deb qo'ysanglar, savobi borsa bo'ldi. Yoki bo'lmasam qanaqadir o'tilayotgan darsinglar foydali, manfaatli bo'layotgan bo'lsa, donat uchun karta nomerini qo'yib qo'yganman. Bemalol dildan chiqazib xohlaganingizcha o'tkazishingiz mumkin. Endi o'sha qo'shimcha materiallarga dostуп kerak menga ham. O'shanda to'liqroq o'rganaman, mas'uliyatliroq o'rganaman, to'liqroq ko'rib chiqib tahlillari bo'larkan deydigan bo'lsanglar, o'sha yopiq gruppa qilamiz. Erta o'sha o'rganayotgan narsalarimizga aloqador reading kitoblar yoki bo'lmasam ba'zi listeninglar ham qilib boriladi. Qo'shimcha o'sha materiallar bo'ladi. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu haqida to'liqroq post qilib yozaman va narxlari qanaqa bo'ladi, kimga bog'lanish kerak bo'ladi, qanaqa qo'shilish mumkinligi haqida bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Yana ta'kidlab ketaman, agar mabodo sizlarga yo'q, mana shu tushuntirilayotganini o'zi yetadi deydigan bo'lsanglar, demak, bo'lmasam bemalol tekinga foydalanishingiz mumkin. Yetarlicha narsalarni men sizlarga tushuntirib beryapman. Salomat bo'lasizlar. Shu bilan birinchi darsimiz tugaydi. Inshaalloh keyingi darsimizda ko'rishguncha.